Buvayda va uchko'priklik yigitlarni nimaga o'xshataman bilasizmi? Xuddi mana bu ikkita toychoqqa. Qarshingizda Avtohausdan Chorny Belly akulalar. Qizlarni qalbiga osonlik bilan kiradigan, lekin qizdan do'stini ustun qo'yadigan, o'zi ham oq, ko'ngli ham oq, uchko'priklik yigitlar. Kunduzi ko'chalarda skromni yurib qo'yadigan, dvijeniyalarni yarim tunda boshlaydigan, Bargachokda kamida bir pochka turadigan Buvayda va Yangiqo'rg'onlik yigitlar. Videoni shu joyigacha ko'rib tushungan bo'lsangiz kerak. Bag'dodlik bolalarchi? Bag'dodlik yigitlar bitta mashinaga qoniqmaydi. Oq bo'ladimi, qora bo'ladimi farqi yo'q. Bir o'q bilan ikkita quyonni uradigan Bag'dodlik yigitlar. Malibu bo'ladimi, Xitoyni Manaman degan elektromashinalari bo'ladimi farqi yo'q. Любой mashinani takrorlanmas tuning qilib beradigan Avtohaus yigitlari bo'ladi.